Assalomu alaykum. Bugun sotuvimizga zo'r narxda va ideal sostenada BMW X5 olib kelib qo'yganmiz. Avtomashinamiz полностью restyling ko'rinishiga olib kelib qo'yilgan. Kuzov qismi полностью broneplyonka bo'lgan. Zavodskoy M paketda, kraskalari toza. Mashinamizning salon interyerlariga to'xtaladigan bo'lsak, qoraga korичневый rang salon, perforatsiya kojinniy, kojalari ideal holatda, akustikalari Harman Kardon, jest управления multimedialari mavjud, 4 ta eshik davodchik. Mashinamiz orqa torlarini ham qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Orqalari ham ideal holatda, panoramniy lyuk, R22-razmerdagi diska hamda balonlarda. Balon holatlari ham zo'r sostenada turibdi. Полностью bodykitlar taqilgan, полный restyling qilingan, kuzovi полный broneplyоnkada, kraskalari toza, 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Shu kungacha 97 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Narxi va boshqa ma'lumotlar opsiyada bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun Karsimir kuzovi bemalol aloqaga chiqinglar. Ustida kelib ko'rsalaringiz, kelishtirib zo'r narxlarda qilib beramiz. E'tibor uchun rahmat. Hammalaringizni kutib qolamiz.